Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugün Peygamber Aleyhisselam'ın ig'izidan qissalar degan temaning 4-qismini anlatamiz. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Musa Aleyhisselam'ның qavmidan bo'lgan 3 kishininki qissasini anlatgan. Bu bir sınaq qissasi. Sınaq bu hayotning taqozosi. Allah Taala Qur'on-i Kerimda ve neblukum bişşerri vel hayri fitne. Biz sizlarni yomonlik bilan, yaxshilik bilan sinaymiz degan. Ya'ni yaxshilik bilanmi, yomonlik bilanmi, boylik bilanmi, faqirlik bilanmi sinilimiz. Boylar boylik bilan sinildi, yo'qsullar yo'qsullik bilan sinildi. Yani Allah Taala Tabarak surasida "Ellezî halqal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela." O Allah sizlarning qaysinglarning yaxshi amal qildiganligini sinash uchun o'limni va hayotni yaratgan zotdir deydi. Demak, hayot faqatla sinoqlar bilan to'lgan. Shu sinoqlar bizning jannatga kirish yoki do'zaxga kirishimizni belgilaydi. Sınaqlar hayatның taqozosi ve Allah Taala qo'ygan qonuniyat. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bayon qilgan bu qissada şu 3 odam Allah Taala tarafidan sinalgan. Allah Taala 3 odamga perishtini odam suratida avatgan. U 3 odamning biri oq kesal, biri beşide fakat çeçi yok taz, üçüncüsü ama. Allah Taala periştini Adem suretide evetken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kumu perişte Cibril aleyhisselam Adem suretide kelgen. Yani bu Allah Taala'nın kanuniyetinde bu normal iş, yani periştini Adem suretide evetiş. Şu 3 Adem kumu şunda evetken. Avval perişte Ak Kisel'nin yanığı vardı. Ak Kisel'nin yanığı berip, onundan sizninki neme armağanınız var degendikin, menin bu şu tiren bir oңuş alsa, normal insanın tiristek, insanlar yergenmeydiğen, kişiler menden kaçmaydiğen bolsam, bu şu Ak Kisel'den kutulsa deydiken, şunu olan şunu, şunda bir sılap koydiken, o saqiydi ekan. Saqiyib normal inson bo'ldi ekan. Uni degan dunyolikda nima armoningiz bor degandikin. Mening bir tugam bo'lsa, shuni bilan bir jinimni jonatsam degandikin, uningga bir ig'ir oyoq tugidim birini birdi ekan, uningdan keyin Alloh barakat versin deb ketib qoldi ekan. Uningdan keyin tazning yoniga bordi ekan. Uning yoniga berib, sizning nima armoningiz bor degandikin, meningmi boshqalarniki o'xshash bir beshimda çeçim bolsa, başkalarımı menden bir eliqe munda yergenmese, məmi kişilerden munda ükünmesem, normal bir çeçim bolgan bolsa, şunu bek arzu qılıma dünyalıqdan degendikin. Çeçini bir sılap koyduğun şunu oldu, onun çat çıkıdken, 5'ini sılap koyduğun çat çıkıdken, şunu degen dünyalıqdan yani nime arzuyunuz ba degendikin. Mening bir kalam bolsa, men aşını köpeytip şunu ola jenimni baxsam degendikin, onunğa eğir ayak kalıdın birini biri diken, Allah bereket versin deb ketib qoldi ekan. Onun dikin amanın yanıga keldi ekan. Onunğa sizning nima armoningiz bor degankin, mening bu boshqalarniki o'xshash ko'zam echilsa, ya'ni ko'ra oladigan bo'lsam, insonlarni bir ko'rib olsam, arzuyim shu dedi ekan. Ko'zini shunda bir silab qo'yganiga u ko'zi ko'radigan bo'ldi ekan. Onundan keyin dunyolik nima armoningiz bor degankin, mening bir qo'yam bo'lsa, aşu qo'yni qo'zilatib, ashuni ko'paytirib, shuni jinimni baqsa, balarimni shuni baqsa deydi ekan. Shundan keyin uningga eg'ir oyoq qo'ydim birini berdi ekan. Alloh barakat versin deb ketib qoldi ekan. Uniki xali uzun zaman o'tgandan keyin Alloh Taala u uchaylarni sinash uchun perishtini yana Adem qiyofatida avatdi ekan. Biroq perishta bu şu 3 adamga u 3 odamning burunqi o'z qiyofatida bo'lib ko'rinadi ekan.
Birinchi yana shu aq kasalning oldiga borgan. U aq kasal u vaqtda hamda katta boylarni bo'lib ketaylik. Shu bir yaylaqda chin shu ot ya tuga. Uni boqadigan xizmatchilari boyliq chiqib, na to'shab ketaylik. O'zimi katta boylarni bo'lib ketaylik. Burunqi kunlarini faqat unutib ketaylik hamda. Shuning bilan uningga perishta shuning burunqi suratidagi shunday aq kasal holatida ko'rinib oldiga kelgandan keyin uningni yerginib yuzini apqichidi ekan. Men bir muhtojdim, yo'ldan kelyotdim. Shu tugilaringizni bir tugib bergan bo'lsangiz, shuning bilan men bir uyamga berib olgan bo'lsam, bolalarimni shuning bilan boqqan bo'lsam, qiyinchiliklarni shuning bilan hal qilgan bo'lsam, menga shu yordam qilgan bo'lsangiz degandan "Ya, mening birdigan yerlarim jiq, hisobotlarim jiq, men berolmayman" deb qat'iy rad qildi ekan. Rad qilgandan keyin shuning bilan bu perishta "Men seni tunuydiganda qilma. Burun sen menga o'xshash, mendek shunda aq kasal emasmidan?" dedi. "Yo'q, undaq emasdim men." dedi. Yani bu insonning tabiatida inkarchilik bor. Innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna dedi. İnsan o'zininki beyib qolganligini his qilganida u chuqum haddidan oshidi dedi. Haddidan oshidi. O'zini behojat sanab qoladi dedi. İnkar qildi. Undan keyin "Senmi burun kambag'aldingga heshimang yo'qdi?" desa, "Yo'q, undaq emasdi. Mening bu boylik bovalarimning bovamning bovasidan qilib qolgan, bizning ajdodimizning qilib qolgan, biz kambag'al bo'lib boqmagan biz. Burundan tortib bordi bizning. Undaq aq kasalmi bo'lib boqmagan men, kambag'almi bo'lib boqmagan, burundan tortib bizning bordi bu" degandan keyin agar sen yolg'on so'zlagan bo'lsang, yolg'on aytgan bo'lsang, Allah seni burunqi holatingga qaytirib qo'ysin deyotgan. Shuni bilan burunqi aq kasal holiga qaytadi ekan, uning boyliklarining hammasi shunday yo'q bo'lib ketadi ekan. Uningdan keyin perishta tozning yoniga borgan. Tozning yoniga yana shu toz suratida, shu toz odamningki burunqi suratida shunda borgan. Berib sizga mening bir ehtiyojim bor-da. Qiyinchilikim bordi. Shu jiq kallaringizni bir kala bergan bo'lsangiz, men shuni turmushimni qamdigan bo'lsam, bolalarimni shuni boqqan bo'lsam, bak ehtiyojim bordi degandan keyin berolmayman. Chunki mening birdigan yerlarim jiq, hisobotlarim bor. Berolmayman degandan keyin men seni tunuydiganda qilma. Burun sen mendek shunday chek yo'q ve kambag'al eding degan. Yo'q, hargiz undaq emas. Burunda tatmini chechim batdi, tozalab boqmaganman. Bu boylik degan shu bovamning bovasidan tatib biz boydik, shunda qilib qolgan shu chog'dan tatib kelgan boylik bu kambag'almi bo'lib boqmaganman. Rasmo degan, ha shunda degan. Agar yolg'on aytgan bo'lsang, Alloh taolo seni burunqi holatingga qaytirib etsin degan. Shuna shu an shu tozalab qoldi ekan. Boyliqlarımı yo'qlab ketdi ekan. Uningdan keyin Amaning qishqi keldi ekan. Amaning qishqi kelib, "Men uzun yo'ldan ketdim. Kambag'alman. Hep o'zim ama shu qo'ylaringiz bor deydi sizning. Qo'ylaringizdan bir qo'y bergan bo'lsangiz, men shu oilamni shuning bilan bir qamdagan bo'lsam, qiyinchiliklarimni hal qilgan bo'lsam" degandan keyin odam turib ketib, "Aram bir qo'y talab qilyapsiz?" degan. "Ha, shu bir qo'y bersangiz yetadi" degandan keyin, "Yo'q, shu tog'da nurg'un qo'ylarim bor mening. Siz qanchalik akitalisangiz, akiting. Sizga berayman. Chunki men burun sizga o'xshash amatim, kambag'aldim, sizga o'xshash kambag'aldim shu chog'dimi. Alloh taolo menga ko'zimni qaytirib berdi, ko'z ato qildi, ko'radigan ko'z ato qildi va shuncha boylikni berdi. Endi siz mendan talab qilib kelibsiz, siz xalqingizni elang" degandan keyin men asli Alloh meni sizni sinash uchun avatgan. Ikki kishi sinoqdan o'tolmadi.
Ama siz sınaqdan o'tdingiz. Alloh barakat versin. Kerak emas deb ketib qoldi ekan. Demak, u Alloh taolo u kishilarga odam suratida, farishtani odam suratida qilib avatibdi. Biz har birimizga har xil shakllarda shuni Alloh taolo his qildirishi mumkin. Balki bizga shunda avatishi mumkin. Shunda avatgan bo'lishi mumkin. Buningdan burunma, buningdan keyin avatishi mumkin. Ammo biz bilmaymiz. Ammo har daqiqada, har kuni, har soatda biz sinoq ustida. Bütün harakatlarimiz sinoq ustida maslanamdi. Yomonlik, yaxshilik, hamma ish bizning ko'z oldimizda uchrab duch kelib turamiz. Sinilimiz shuningda. To'g'ri qadam olamizmi yoki xato qadam olamizmi? Mush oldimizga kelgan sinoqlarni o'talamizmi, o'tolmaymizmi? Alloh taolo bizni qanday sinayotidi, qaysi shaklda, qaysi xilda sinayotidi, biz buni bilmaymiz. Shunga har zaman sinoqqa hozir bo'lishimiz va Alloh taoloning berganlariga shukr qilib, Allohning ne'matini avval e'tirof qilishimiz, undan keyin Alloh taologa shukr qilishimiz va o'zimizning mehnatsiz erishganligimizga Alloh taologa necha hassa shukr qilishimiz lozim. Chunki boylik, tansoqligi, mansab, yuz obro'y deganlarga o'xshash Alloh taolo ato qilgan ne'matlar u aql farosatning ko'pligidan yoki noit qattiq bak ishlaganlikdan emas, Alloh taoloning ato qilganligidan bo'ldi. Agar qattiq ishlaganga bo'lgan bo'lsa, noit qattiq ishlagan odamlar boylanmag'lar masalan. Endi bu boy bo'lgan odamning hammasi noit farosatli odamlar emas, aqlsiz odamlarning ichida bu boylarni aytib chiqmasdan. U ya'ni bu ya aql farosatga yoki ilm saviyaning ko'pligiga yoki noit qattiq ishlaganga emas, Alloh taoloning baginiga. Alloh taoloning bagini bu. Ma tarafni bunda to'g'ri tushunishimiz kerak buni. Allohning ne'mati. Shunga Allohning ne'matini Alloh menga berdi. Qandaq bir vaqtda Allohning bandalariga bilishga to'g'ri kelsa, ya'ni to'g'ri haqiqiy ehtiyoj egisini topsam, Allohning bandalariga birman degan shunday niyatda bo'lsak, balki Alloh taolo bizningki ishlarimizga texnik barakat ato qiladi va Allohning haqqini ado qilgan bo'lamiz. Alloh taolo hammamizning iymon, hidoyat, tavfiqimizni ziyoda qilsin. Amin.